Necha kilo tersiz bir kunda? 250 kilo vaqt beraman. Bir kunda? Ha. Voy, siz mashinaga o'xshash ekansiz-ku. Yürek. Yo'q, mana 2025-yil 10-19-kuni musoq o'tkazish oldida turyapmiz. Mayirlar. Siz nereden keldiniz? Men Maraleshning oyoq ostidan keldim. Bugun keldingizmi o'sha? Yiroqdan. Hozir Ishonchingiz bor ekan. ishonchim bor. Necha kilo tersiz bir kunda? 250 kilo vaqt beraman. Bir kunda? Ha. Voy, siz mashinaga o'xshash ekansiz-ku. Sizcha? Siz nereden keldiniz? Müşerin çıktım. Siz necha kilo tersiz? 195 terip bakka. Voy, siz men yomonman. Sizcha? Ben gittin geldim. Mush musoqatdan qilay. Musultan qatnaş qildi. Ha, baldir tizimlatgan ishlarmi? Ha. Siz necha kilo tersiz bir kunda? 220'den 230'ca. Voy, siz men yomon ekansiz. Siz nereden keldiniz? Yansıdım. Musoqatdan qilay. Siz necha kilo tersiz? 2 kilodan aşık demiş. Normalda. Normal. Yaxshi. Sizcha? Biz Maknaydan keldik. Maknaydan 5 yildan keldik, mush musobaqatdan chiqadi. Ha. Mush musobaqatdan mush mashhur urug'chilik zavodininki urug'larini tashviqot qilib, kelar yil dehqon chorvachilarniki mush urug'ni terib foydalanishni umid qilib keldik. Kiyozga o'xshabdimi sizlarcha? Ko'z o'xshabdi. Siz necha kilo tersiz bir kunda? Men 220 kilo terib baqqandim. 220 kilo? Voy. 200 kilo ichida qoldi asker. Siz nereden keldiniz? Maraleshni serib qo'yib keldim. Musoqatdan chiqdi. Siz necha kilo tersiz kunda? 150 kilodan 200 kilogacha. Sizga kichik moto bakash qildim. Bak, Siz nereden keldiniz? Akto'dan geldim. Voy, musoqatdan chiqdi. Siz necha kilo tersiz bir kunda? 150 kilodan 200 kilo işlerim. Voy, sizga kichik moto baka. Sizcha? Men Müşerin chiqdim. Aqto'dan keldingiz. Yo'q, Müşerin chiqdim. Necha chiqdingiz? Siz necha kilo tersiz kunda? 180-190 kilo. Voy. Sizcha? Men Aqto'dan keldim. Siz necha kilo tersiz? 150 kicha. Ay, moto baka. Siz nereden keldiniz? Yakında geldim. Siz necha kilo tersiz? 250 kiloga terib qo'ydim. 250 kilo. Voy, moto sizniki. Chempionlar. Sizcha? Men biz qirqdan teraman. Ikkinchi qaytimliq qatnashdim. Sizga shiji baka. Siz nereden keldiniz? Ben Mekit'ten geldim. Siz necha kilo tersiz? Ben de Muhammed. Necha kilo tersiz? 3 kilo. 250'den tartıb 230'ca. 250. Voy. Ay, moto sizniki. Sizcha nereden keldiniz? Mekit'ten geldim. Siz necha kilo tersiz? 150'den 180'ca. Moto baka sizga. Sizcha? Makitdan. Siz necha kilo tersiz? 150 dan tepida. 150 dan tepida. Siz nereden keldiniz? Makitdan keldim. Siz necha kilo tersiz? 180 dan 200 gacha. Voy, sizga moto baka. Sizcha? Men tazotda chiqdim. Siz necha kilo tersiz? Men 170 dan 180 gacha. Moto baka sizga. Sizcha? Ben Maralesh'ten geldim. Siz necha kilo tersiz? Ben 180'den tepet terime. Shu Maraleshga kelganlar 180 dan tuvayn yo'q ekan. Siz nereden keldiniz? Yo'qog'idan. Siz necha kilo tersiz? 150'den tepet terime. Ha, sizga moto baka. Siz nereden keldiniz? Bizga keldi. Lekin Yakan- men cho'loq vaqt yeryapti. Shuni ko'rib kelgan. Tizimlatdingizmi? Ha, Necha kilo tersiz kunda? 150 ni tepib teradi. Voy, yaxshi. Sizga shiji baka, shiji. Sizcha? Yakında geldim. Siz necha kilo tersiz? 180 terime. Ancha istagan vaqtingiz qachon? Bir 4-5 gün oldu 185 terime. 185. Voy, yaxshi. Hammaga moto baka. Unda do'stlar, Mishadan kelgan hozirmi shu 20-30dak mayirlar kep bo'ldi. Bir-birisidan yomon bo'ldi ekan. Ancha terig'ini 250 kilo tergan. 250 kiloni ko'tasmi? Xeyli bak ko'tardi. Qada, mushmayirlar kim o? Motolarni olib ketadi. Kim o? Ichki chaq motoni olib ketadi. Kimlar? Shijilarni olib ketadi. Musa ko'rmaydigan do'stlar qasanglar bugun kasani bo'ldi. Bizning o'rnimiz Payzvatnaya 4-yeza 18-kent. Aloqa qilish numerimiz 185 9 45 21.